Bugungi obzorimizni yaxshi niyat bilan boshlaymiz. Hammaga shunaqa kvartiralar nasib qilsin. Sizdan esa bitta like. Bizlar turgan joy mehmonxona, 3 xonali kvartiraga kelganmiz obzoriga. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona, mehka mebel o'rnatilgan, televizor, parda gilamlar to'shalgan, new klassika stilda kvartiramiz remont bo'lgan, 80 kvadrat. Gagarinada 1-poliklinikaning yonida joylashgan 3-qavatda novostroykada. Bu yerda esa bizlarda prixoja, asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan. Mana bu yerda ham qo'shimcha mebel bor, shifoner. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasida kravat, tumbochka, termo, televizor, shifonerlar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramiz 6 qavatda 3-qavatda joylashgan. Bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Novostroyka g'ishli domda, domimizning lifti bor, bemalol chiqishga, tushishga oson. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, 2 kravat, shifoner, parda, gilamlar qilingan. Kvartiramizning kadastri tayyor, bir kunda oformsiz qilib olishingiz mumkin va mana bu yerda bizlarda общий sanuzul kattagina bo'lyapti. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot narxi, adresi bilan pastda bo'ladi, telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.